Chempionlar Ligasida kambek bo'lishiga ozginchagina qoldi. Shunchaki dahshat. Gerasi Barselonaga qarshi hat-trik amalga oshirmoqda va barcha Borussia Dortmund muxlislariga imkoniyat bermoqda. Ammo Barselona o'z darajasini ko'rsatmoqda. U yerdan esa Villa Parkda Unai Emery o'zini sobiq jamoasiga qarshi kambek qilishiga ozgincha qolayotgan paytda Luis Enrique shogirdlari Ashraf Hakimi hamda Nuno Mendes PSJni keyingi bosqichga olib chiqib ketmoqda. Va bu hali hammasi emas. Chempionlar Ligasi davom etmoqda. Ertaga bizni shunchaki dahshat o'yinlar kutmoqda. Inter Milan Bavariyaga qarshi. Bavariya albatta kambek qilish uchun boradi va Real Madrid Arsenalga qarshi Bernabeuda o'ynaydi. Arsenal madridistlarni kuchini his qiladi. Va do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Real Madrid kambek qila oladimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib ketamiz.